Salom kanal obunachilari mana. NSBmi? NSB paroda. NSB paroda samet. Urg'ochi. Sampika. Nechinchi qorin bu? Bu endi. Endi xudo xolisa. 6 oylik yo'q. 6 oylik uyon ekan, birinchi ishlashiga. Bo'g'ozamasi qo'yilishi kerak. Nech pul bu? 200 so'm. 300. Bularchi? Bular Kaliforniya bolalari. Bu kaliflar ekan. Nechtasi urg'ochi, nechtasi anaqa? Bu 3 taga 3 ta. 3 ta samka, 3 ta samet. 50 ekan. Nech pul deyapsiz? 80 so'm. 80 mingdan narx aytilayotgan ekan. Nomeringiz nechi? 99 lik 886 84 87 telefon qilaverasiz. Libboy quyondan bor xudo xolisa akaga. Oling. Akamda bor xudo xolisa. Oraqamiz quyon bozorida aka. Nech pul ekan aka? Yon 130 ming so'm. Oddiy shishilar o'zini joylari shishilar. Boqsa ham, qilsa ham bo'ladi. Ha, Sog'lom. bular nech pul kaliflar? Ya'ni ularni 100 ming so'm beramiz. Buncha xitoy. Ko'rib ham 120 ming so'm. Erkak. Nomeringiz nechi? 646 72 77. 646 72 nechilik? 94. 94. Salom, ormini. Ustidan chiqmagan shekilli, bundan chivoqli olib chiqmasin. Karlikmi bular? Yo'q. Nech pul bular? 50 dona. Telefon berasiz? Bu hikoyami bu? Qaysi zot aka? Yo, oldi, hasan. Erkakmi urg'ochi? Nech pul bu? 300 ming? Telefon nomeri aytiladimi yo ketib qoladi, xudo xolisa. Sotilsin, barakasi bo'lsin. Buni charchamaydi. Yo'q, qanday bo'ldi? Nech pul bor? To'yga salom. 60 million. 60. Bu qaysi zot bilan salom alaykum? Qalandir bolalar, necha oylik bular? Necha oylik? 2 oylik bor. 2 oylik bo'ldi. Samet samki? Al qaraman. Jinsi noma'lumga qaralmagan. Nechta bo'ldi? 5 ta. Ota-onalar quloqlari nechi? Otasiniki 16 kilosi onasi. Ularni pipideki 12 shunaqaga chiqib qoladi. Beslari 1 kilo 300 atrofida. Telefon nomeri aytamiz aka? 99 lik 879 79 04 telefon qilaverasiz. Boshqa quyonlar ham bormi? Boshqa quyon bo'yicha ham qilishaversinmi? Bu quyon temasida qilaverasizlar ekan, bor ekan. O'zingiz video qilaymi? Ha, bo'ldi. O'zlari video xohlamadilar. Hatta telefon qilaverasizlar. Rahmat aka, sotilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Nech pul ekan aka? 200 mingdan so'radi. Donasiga. Urg'ochi erki? Oq urg'ochi, jigarini erkak. Oq urg'ochiga jigarini. Necha oylik bu aka? 7 oydan 8 oy. 7 oyga 8 oyga karlik ekan-a buni. Barakasi shokini. Sotilsin. O, samkam sametmi? Erkak. Nech pul ekan? Bu erkagiga 500 ga beraman. 500 ga. Yaxshi paroda.
Bular sotildimi aka? Qaysi bu sotiladi aka? Nechi pul bo'lsa sotiladi? 400 mingdan. Qaysi zot? Ha. Ha, o'zimnikini chiroyli qilib tashlab. Tashi, zo'r. Tashi, do'konlarda tashi boradi. Yushuli. NJB bu davlatning bor. Bering aka. Chiroyligi bolasi o'zi 200 mingdagi buni. Bu yana o'zi tug'ib beradi, men qochib qoldim. Bo'g'oz. Ha, necha kunlik bo'g'ozmi? Bu yaqinda qochdi, gidetda bir 5-10 kunlik. Necha pul bo'g'oz? Bular 8 mi? 700 400. Necha pul bo'lsa berasiz aka? 600 ming bo'lsa beraman. Oraylar 200 ming aka. Hadi. 100 kelishib qo'yinglar. Ha. Ha. Mayli, sog' bo'linglar. Charchamanglar. Assalomu alaykum. Qaltalaningiz bular aka? 600 dan. Samkam samitsmi? Erkak qoch. Qara. Bu bolalarimi bu yo? Bu nechi pul aka bular? Ya 600 dan ham olgan 150 dan. 150 mingga 600 mingga samitsga rahmat aka. Ha, bas, Bu xalqqa spesifik. Bu qizil sataymi Husan aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qizillar. Ha, zaitlar bular. Bilgetskiy basi, bilgetskiy. Bular nechi pul? Donasi $50 dan. Donasi $50. Bundan chiqaring, ko'rasiz. Ha, bitta ko'ringlar aka. Nega bunga shoq bo'ladi? Yovvoyi o'xshagan narsa holaga bo'ladi. Qo'yib olsa yuguradi, bunga. Haqiqiy asov ekan, yovvoyi. Haqiqiy zaif. Ama maşallah zo'r narsalar. Hozir parami bitta Husan aka? O'g'il qizi. O'g'il qizi. $100 da, xudo xohlasa. Para. Necha oylik bular aka? Bular 1,5 oylik. Toza narsalar. Toza. Songa mana shu bitta rishotka qilib qo'ysiz bo'lagan, chiroyli qilib. Stoykalari ham juda ham chiroyli bo'ladi. Stoykaligi turadi, chiroyli. Hali kichik zaitlarga o'xshaydi. Ikki narsalar-da. Ikki narsa. Yovvoyisidan qidirganlar. Kuchli narsalar bor. Ha, mana. Bu erkakga bu. Jangsalik ko'rib beradi, o'g'il bola, qiz bolasi bor. Donaga ham sotilaveradi. Tegimon. Telefon nomeringiz? 94lik 94lik 688 688 17 Mana endi karliklar. Ana Donsanotdagi mana boqishni bo'ladi. Ha, Dom saroylarda mana shunaqangi klitkada boqsanglar, bemalol o'zini oxiriga xudo xolisa ko'paytirib, mana shu narxlarda nechi pul bular? Hozir bularniki 400 ming so'm beramiz. Xudo xolisa o'zingizdan olib ketib ko'paytirib, o'zingizga olib kelsalar, o'zingiz olib qo'yaverasiz, xudo xolisa. Ko'ramiz. Endi olgan odam pul ko'paytirib qayerda sotaman degan anaqa qilishadi o'shanga. Internetda ham bemalol rivojlanadi. Endi naqdi sizda, naqdi siz. Kelishsa, mana Ha, kelishilgan narxda mana olib qolishadi.
o'zlaridan olgan quyonlarga ko'paytirib olib kelsalar. Mabodo atak mana quyon bor, oling deb bir ikkita odamlar chiqdi. To'g'risi, hammadan ham quyon olmayman. to'g'ri qilasiz hammadan olmay. O'zingiz zotingiz Nari olib. toza yaxshi narsa bilan chiqqan narsalar bo'lsa, men ham bering birovga sota olaman. Hozir o'zi Telegram, WhatsApp. Nechi pulga olgan? 100 minglar Bu boshqa teparodismi? katta o'yin, ozgina bo'lsa. Ha, yana ozgina o'sadi-ku. Bir qarib. Keyin pul ko'payadi. Ana kattasimi bilan kattasi qanday bo'ladi? Ana O'tta rasmiy yo'q. yo'q. Ha, ko'rdim. Rahmat Husanga. Salomat bo'ling. 5 pullar. 4 mingdan